Hop. Mana bu 7000 so'm. Mana bu esa 10.000 so'm. Buni albatta kartamga o'tkazasizlar. Kartamdan o'tkazib chekin tashlasangizlar, o'sha lichkaga nima qilib man sizlarga Telegramdan tashlab beraman shu ilovalarni. Lekin man hali ko'rsatib bera olmayman. Chunki man nima qilmoqchiman, ko'rsatmoqchi emasman. Hali birinchisidan boshlaymiz. Baribir birinchisiga yetadigani yo'q. Xo'p, do'stlar, uzilishlar bo'lib qoldi. Mayli, shunga qaramasdan mana qaranglar, narxlar yotuvdim. Mana 1000 so'mlik, 2000 so'mlik, mana bu ikkitasi 5000 so'mlik, 7000 so'mlik va 10000 so'mlik. Xo'p, hammasi bir xil deyishingiz mumkin. Значок bitta bo'lgani bilan mana bu birinchisi hali men hozirgidek tajribali bo'lmagan, kam ma'lumotga ega bo'lgan paytlarimdagi yaratganim. Hammasini yaratilgan vaqt har xil hisoblanadi. Xo'p, mana bularni endi qarasangiz, bularda mana qimmatlari qancha qimmat bo'lib borsa, siz qabul qilib olasiz. Bu yerda ko'proq qulaylikni qabul qilib olasiz. Ham aqllilikni, ham so'zlari, boyliklari ko'proq hisoblanadi ichida. To'g'ri, ayrim so'zlar takrorlanib kelib qolishi mumkin, lekin bu tarozi bosadi deb o'ylamayman. Yana bitta narsaga qarasangizlar, xo'p, endi ochamiz dasturni. Mana eng arzon 1000 so'mlik. Hozir mana 1000 so'mlikdan boshlaydigan bo'lsak, bu endi ochishi ham kerak. Ungacha bitta narsa aytib turay, ma'lumotlar. Xo'p, bularda mana qulaylikni qabul qilib olar ekansiz. Bularni hammasini bitta qilib sotib olganingizda ham, men o'ylamayman, mana shu 1 oylik nari borsa eng arzon pulli ilovaning bironta til o'rganadigan. Masalan, nemis tilini deydigan bo'lsak ham, hali nemis tili bilmayman qanday. 1 oylik to'lovini haqqiga teng bo'lishi mumkin yoki undan sal qimmatroq bo'lishi mumkin. Lekin u ilovadan foydalanganingizda u ilova siz bilan abadiy qolib ketmaydi yoningizda. Lekin mana bu hammasi qoladi yoningizda. Bular hammasi kompyuteringiz xotirasida qoladi. Ham yana sizga xizmat qilaveradi bundan keyin. Xo'p, yana bitta qiziq narsani aytay. Ayrim mana aqllilik darajasi ham past bo'lib ketadi-ku, qulaylik. Sizni nima qilishi mumkin, asabingizda o'ynashi ham mumkin, chunki o'ziga yarasha nima. Men bularning hammasini eng aqlli darajasida qayta yaratib chiqay desam, menda resurslar yo'q-da bu bo'yicha. Hali imkoniyat yo'qroq, ham bunga vaqtim ham yo'q, yoqmayapti. Undan ko'ra ham qanday bo'lsa shundayligicha taqdim qilib sotib qo'yganim yaxshiroq. Sababi baribir buni ham foydasi bor. Qaysidir darajada baribir foydali bo'la oladi sizlarga. Xo'p. Yana bitta narsasini aytay, imkoniyatini. Bu dastur boya prezentatsiyada ko'rsatganday bu yomonlasha emas boshqa nimalarni, telefon ilovalarida. To'g'ri, telefon ilovalaridan qulayligi bor, lekin o'zimiz ham baribir qaysidir ma'noda hozirgacha telefon ilovalariga suyanib turamiz. Buni rad etmaymiz. Telefon ilovalarida ham o'ziga yarasha kerakli joylari bor. Yo'llar bo'sh vaqtda o'rganib ketishga yaxshiroq. Xo'p, yana nima desam ekan? Xo'p, shu mana ochdi ilova ham. Xo'p, ochdi, mana tepada yordamchi o'zini nimalari bor. Mana ism To'rayev Bahriz Tashpaltayevich. Xo'p, mana shu nima kataloglar chiqadi. Sizlarga o'rganish, mana hayvonlar o'rganish bo'yicha qushlar, mana nimalar deganday, suv hayvonlari, uy hayvonlari, hasharotlar. Xo'p, mana lug'atlar bor. Birinchi lug'at bilan tanishib olishga maslahat beraman. Chunki lug'at baribir kerak. Birinchi mana nemis tilida bo'lgandan keyin hayvonlar sizlarda baribir so'zlaridan chiqadi kitoblarda. Xo'p, mana ranglari bor o'zini. Kim o'ziga yoqqan qulayini tanlab olib o'rganishi ham mumkin. Mana o'rganib chiqasizlar. Xo'p, o'rganib bo'lganlaringizdan keyin mana men tayyorman deysizlar. Keyin qaysiga tayyor bo'lsangizlar, masalan, aytaylik, uy hayvonlariga tayyor bo'lsangizlar, belgilanadi mana galochkalar bilan. Belgilab olib, xo'p, mana bu yerda testni boshlash qilib o'rganishingiz mumkin. Ikkita usul bor. Mana testni boshlash qilib o'rganasiz. Mana xo'p, qaraysiz, masalan, tovuq nima bo'ladi? Der Haxen bo'lishi kerak, agar men adashmayotgan bo'lsam, chunki o'zim ham yaxshi bilmayman. Yoki Das Huxunmi? Men shunchaki nimalardan olib qo'yib chiqdim programmaga. Xo'p, tekshirish bosamiz. Mana xo'p, 30 bitta yuklangan. Mana shu nimalardan yuklangan ichida 30 bittaning ichida hali birontasini to'g'ri qilganim yo'q.
Hali ichilmaganlari ham mana qizil deb ko'rsataveradi. Xo'p. Manimcha joyini almashtiraman. Bu dasxuqim bo'ladi. Tovuq dasxuqim bo'ladi deb o'ylayman. Mana endi ko'raylik qani, mana tekshirishni bosamiz. Ha, to'g'ri chiqdi. Mana bitta natija. Bitta to'g'ri chiqdi 31 tadan va bu 3% deyapti. Endi yana davom etamiz. Bo'lmasa bu dasxuqim bo'lmasa bu derxaxim bo'ladi. Derxaxin bo'ladi. Xo'p. Mana bu ham to'g'ri chiqdi. Hop, mana shuncha qilib yechib chiqasizlar. Yechib chiqqanlaringizdan keyin mana nechtasi to'g'riligini bilish uchun hop, mana javoblar noto'g'rilari ham bo'ladi orasida. Masalan, men DNT deyman buni. Deb o'ylayman, bilmayman. DNT. Bu ham to'g'ri ekan. Hop, g'oz shunaqa bo'ladimi? Derg'oz bo'ladimi? Noto'g'ri ekan. Mana to'g'risini bilish uchun mana javoblarni bosamiz. Mana degans ekan. Degans. Mana hamma mana bularda javoblari mana ko'rsatib boryapti. Gans. Xuddi shu narsani mana shu savollar mana uy hayvonlarnikini belgilaganim uchun, mana bu uy hayvonlarini belgilaganim uchun shu uy hayvonlar testni boshlashga yuklanadi. Yoki bo'lmasa mana qaranglar, hasharotlar, mana barcha hasharotlar testni boshlashi mana. Ninachi nima bo'ladi, xon qizi nima bo'ladi. Mana shularni ham xuddi boyagidek qilib tekshirib olishlaringiz mumkin. Orqaga qilamiz. Xo'p. Endi mana belgilandi, masalan, shu narsa. Mana hasharotni belgilaymiz. Endi ikkinchi imkoniyat ko'rsak, mana ikkinchi testni ikkinchi yo'li mana battle mode. Battle ko'rinishda terminalni berib qo'yadi qo'lingizga. Xo'p, terminal bilan tanishtiray. Mana har xil o'zingizga mos dizaynni, rangli anavini interfeysni belgilashingiz mumkin. Interfeys shunaqa ochadi. Xo'p, o'zingizga yoqqan, ko'zingizga yoqqanini belgilab olishingiz mumkin. Shaxsan menga mana bu yoqadi. Xo'p. Mana shriftlar ham bor. Shriftiga qaranglar, mana har xil. Mana Courier New yoki Calibri, Agency. Xo'p. Mana Calibri yoqadi, mana qildim. Xo'p. Dedidas bilan yozing. Albatta shunaqa nimalar bilan, artikellar bilan boshlanadi. Masalan, men yozaman Der Scorpion. Scorpion deyiladi. Xo'p. Der Scorpion. Bu hozir bu yerda battle ketyapti-da, kompyuter bilan battle. Kompyuter ko'proq biladimi, siz ko'proq bilasizmi? Buni bellashib boraverasiz. Xo'p, yana nima qoldi? Men boshqasini bilmayman. Yana bitta narsasiga qaranglar. Mabodo kirilchalab yozadigan bo'lsangizlar. Xo'p, Меня зовут. Xo'p. Mana kirilchalab Enterni bosib o'tirmanglar. Enterni bossangizlar, anaqa qilmasligi mumkin. Mana yuborishdan anaqa qilasizlar mana. Lotin alifbosida yozing deyapti. Yana shunga o'xshash har xil mana noto'g'ri narsalarni yozsangizlar, aytaylik boshqa narsa masalan. O'zaro Enterni bosyapman, refleks mana. Bu so'z lug'atda yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Xo'sh, mana shunaqa nimalari bor, aqlli imkoniyatlari bor. To'g'ri yozsangizlar, boyagida mana Der Scorpion deyishimdek chiqadi. Xullas, dastur shu mana kontaktlar, mana shu ko'rsatilgan raqamga Telegram bor. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin yoki elektron pochta orqali. Xo'p, mana shu nima eng arzon, ya'ni 1000 so'm, narxi 1000 so'm bo'lgan programma bu. Bundan keyingi mana 2000 lik, 5000 lik, 7000 lik, 10 minglar juda ham aqlli bo'lib ketadi. Xo'p, xayr bo'lmasa sog' bo'linglar. Keyingi videolarni kuzatib boringlar. Like bosish shart emas. Shu do'stlaringizga, nemis tilini o'rganayotgan, til o'rganishga qiziqadigan do'stlarga, studentlar, bolalarga ulashishlaringiz mumkin.